bugun juda ham ko'p keladigan savollardan biri tuxumdon kissasi haqidagi savollarga javob beraman. Agar sizda tuxumdon kissasi aniqlansa, lecheniya olishingiz kerakmi, ya'ni davolashingiz kerakmi bu kissani yoki operatsiya yo'li bilan olib tashlashingiz kerakmi? Mana shu savolga javob beraman. Oxirgi vaqt bemorlarimda juda ham ko'p uchratyapman. Ikkita kista turi juda ham ko'p uchraydi. Mana shu kistalar haqida sizga tushuncha beraman. Birinchisi 100% operatsiya orqali olib tashlanadigan kista bu endometrioidli kista. Endometrioidli kistani paydo bo'lishining asosiy sababi o'sha kichik chanoq sohasidagi yallig'lanishlar, qon aylanishini buzilishlari va gormonal o'zgarishi mana shu kista paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Endometrioidli kistani qobig'i juda ham qalin bo'ladi va tarkibida qora shokoladga o'xshagan suyuqlik bo'ladi. Va bu kista 100% so'rilmaydi va sizda ovulyatsiya kuzatilishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchi kista bu follikulyarli kista hisoblanadi. Follikulyarli kista 5 cm gacha hajmi katta bo'lmasa, bemalol lecheniya qilsangiz bo'ladi. Bunda asosan o'sha vrachingiz bilan maslahatlashib, kerakli dori-darmonlarni qabul qilsangiz, follikulyarli kista tezroq so'riladi. 3 siklning ichida bu kistalar so'rilib ketadi. Follikulyarli kistani kelib chiqishi asosiy sabab bu gormonlar o'zgarishi. Shunday ekan, albatta vrachingiz bilan maslahatlashib, hamma tekshiruvlardan o'ting. Follikulyarli kista bo'lgan taqdirda ham sizda bemalol ovulyatsiya bo'lishi mumkin.